Mən Əbdürimov Kamaleddin Muhuddinoğlu, Urganch tumani Chakkachalikar qishlog'i, Beshayvon mahallasi, Zamaxshari 3-yo'lak 9-uyda yashayman. Ishsizligim sababli mahallamiz yoshlar yetakchisine murojaat qildim. Yoshlar yetakchisi menga prezidentimizni 62-sonli qarorina asosan tadbirkorlik qilishim uchun 100 million so'm kredit ajratib berdi. Hozirda shu 100 million so'mning arkasından o'zimga kerak bo'lgan razval, balansirovka, shina montaj apparatlarini olib o'z ish faoliyatimni boshladim. Hozirda mahallamizda ishsiz yurgan 2 ta yoshni yonimga olib, ish bilan ta'minladim. Kelajakda ishsiz yurgan yoshlarni o'z yonimga olib, ish bilan ta'minlashni o'z oldimga maqsad qilib qo'yganman. Bizning yoshlarga shunday shart-sharoitlarni yaratib bergani uchun muhtaram prezidentimizga kattakon rahmat.